هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Duhan tefsiri 17. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüveni diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Duhan suresi 17. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulardan ilgari biz hakikaten Firavun'un kavmini sınadık. Ulağa esil bir peygamber geldi. Musa ulağa aytdı: "Bana Allah'ın bendilerini, yani Beni İsrail'ini tapşırıp berinler. Men sizlerge hakikaten işençilik peygamber. Allah'a tekabburluk kılmanlar. Men sizlerge hakikaten roşen muciz bilen keldim. Men hakikaten menin Rabbim ve sizlerinin Rabbinlağı sığınıp, sizlerinin meni öldürüşünlerden panah tileymen. Eğer bana iman keltirmesenler, meni öz halımı koyuvetinler." Musa Rabbige: "Bula günahkar kavmdur" dep dua kıldı. Allah aytdı: "Menin bendilerimni keçide elip çıkıp ketken, sizler hakikaten qoğlanısılar. Dengizni tip-tiniç, yani sen ötüp bolgandan keyin quruq haleti boyunca koyğun. Ula hakikaten garık kılınğıç koşundur. Ula garık bulup nurgun bağlarını, bulaklarını, ziraatlarını, çıraylık caylarını kaldırdı. Ula bahrimen buluvatkan nimetlerini kaldırdı. Şunda kılıp ularni başqalarga, yani Beni İsrailga miras qılıp berdik. Ularga osmonmu, ziminmu yığılmadı. Ularga mühletmi berilmedi. Şek şübhisiz ki biz İsrail avladını har qılğıcı azapdan, Firavun azabıdan qutquzduq. Firavun hakikaten mutakabbir idi. Haddidan aşqıçılardan idi. Ularni, yani ularning aynı zamanda muşundaq şerefga layık ekanligini bilib turib, öz zamanidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Ularga, yani tafakkur qilg'uvchilarga ro'shan sinoqba nurg'un mo'jizalarni ato qildik. Musa bilan Firavunning qissasi va İsrail avlodining qutuldirilişi to'g'risida. Allah Teala mundaq deydi: "Biz hakikaten ana shu mushriklardan ilgari Firavunning qavmini sınadık. Ular Misrlik Qibtilar edi. Ularga esil bir peygamber geldi, yani Musa aleyhisselam. Musa ulağa aytdı: "Bana Allah'ın bendilerini, yani Beni İsrail'ini tapşırıp berinler." Bu vaqtda Allah Teala mundaq degan: "İsrail avladını koyuvetkin, biz bilen kessin, ularni qiynamagin. Sana biz hakikaten Rabbingning mo'jizasini elib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan aman qoladi." Men sizlarga hakikaten ishonchlik payg'ambar, ya'ni men sizlarga tabliğ qilgan narsada ishonchlikman. Allohga takabburlik qilmanglar, ya'ni Alloh taolaning oyatlariga ergishishdan, pokitga bo'ysunish va dalil isbotlarga ishonishda takabburlik qilmanglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shubhisizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar
har holda jahannamga kirdi. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiza bilan keldim. Bu ro'shan mo'jiza ochiq oshkora va keskin dalil paketlardan iboratdir. Men haqiqatan mening Rabbim va sizlarning Rabbinglarga sig'inib, ya'ni meni va sizlarni yaratgan Alloh taologa sig'inib, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. Bu oyatni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Abu Salih Manga til ahanat qilishinglardan panoh tilayman deb tafsir qilgan. Qatada manga so'z yoki harakat orqali yomonlik yetkazishinglardan panoh tilayman deb tafsir qildi. Agar manga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib etinglar. Ya'ni manga ziyonkashlik qilmanglar. Alloh taolo oramizda hukm chiqarg'icha men bilan sizlarning oranglardagi ishni o'z maylicha qoldiringlar. Musa alayhissalom ularning orasida shuncha uzun turgan va u jarayonda ularga Alloh taoloning butun dalil paketlarini qo'ygan bo'lsa-mu, ular u dalillarni anglagandan va ko'rgandan keyin kufrida va haq bilan qarshilashishda texmi ching turganlik uchun Musa alayhissalom ularga beddua qildi. Uning duosi ijobat bo'ldi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Musa aytdi: "Ey Rabbimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirish uchun Fir'aunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Rabbimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin." Alloh aytdi: "Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar." Musa Rabbiga: "Bular gunohkor qavmdir" deb duo qildi. Shu chaqda Alloh taolo Musani Fir'aunning buyruqsiz Fir'aunga maslahatmi solmasdan, uningdan ruxsatmi so'ramasdan Bani Isroil avlodini boshlab ularning orasidan chiqib ketishga buyurdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Alloh aytdi: "Mening bandalarimni kechida elib chiqib ketgan. Sizlar haqiqatan qo'g'lanisizlar." Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Biz shak shubhisiz Musaga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen asongni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ochib bergin. Fir'aunning orqangdan qo'g'lab yetib olishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin. Dengizni tep-tinch, ya'ni sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holati bo'yicha qo'ygin. Ular haqiqatan g'arq qiling'ich qo'shindir." Alloh taolaning mundaq deyishi Musa alayhissalomning Isroil avlodi dengizdan o'tib bo'lgandan keyin dengizning asli holatiga qaytib, Fir'aun bilan o'zlarining orasida to'salg'i bo'lishi, buning bilan Fir'aunning o'zlariga yetib olmasligi uchun hassisi bilan dengizga urmoqchi bo'lganligi sababidandir. Shunga Alloh taolo Musa alayhissalomni dengizga urmay, dengizni ular o'tib bo'lgan quruq yo'l holatida qo'yishni buyurdi. Hem uningga Fir'aun va uning qo'shinining dengizda g'arq qiling'ich qo'shin ekanligidan xo'sh bishorat berdi. Hamda uningga ularning qo'g'lab yetib olishidan qo'rqmaslikni va dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmaslikni aytdi. Mujahid tep-tinch degan so'zni dengizni quruq yo'l holatida qo'ygan, uni burunqi holatiga qaytishga buyurmagan, uni tep-tinch qo'yganingda toki ularning hammasi dengizga kirganda ondan u o'z holatiga qaytsin deganlikdir dedi. Ekrima Rabi ibn Anas radhiyallohu anhu, Zahhak Qatada ibn Zayd, Ka'b Ahbar, Sammak ibn Harb
va bir qancha kishilar bu oyatni mushunga o'xshash tafsir qildi. Ular g'arq bo'lib, nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, ya'ni o'stanlarni, quduqlarni, chiroyli joylarni, ya'ni ajoyib yeshil turalg'u joylarni, go'zal makonni qoldirdi. Ular bahriman bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Ya'ni ular huzurlanayotgan bayashat turmushini qoldirib ketdi. Ular burun ko'ngillari tatqanni yeydi. Ko'ngli taqan kiyimlarni kiyetdi. Ular nurg'un pulmalga, obro'yga egidi va yurtlarga hukmronlik qiladi. Bu narsalarning hammasi ulardan bir atdigandila butunlay tortib olindi. Ular dunyodan ayrilib jahannamga yo'l oldi. U nima degan yomon joy? Shunda qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga miras qilib berdik. Ularga osmonmi, zaminmi yig'ilmadi. Ya'ni ularning osmon darvozalariga o'rligidek yaxshi amallar bo'lmaganligi uchun osmon ularni yo'qitib qo'yganligiga yig'ilmadi. Ularning zaminda Alloh taologa ibodat qilgan biror parcha yerimi bo'lmaganlikdan zaminmi ularni yo'qitib qo'yganiga yig'ilmadi. Ular kafir bo'lganligi, gunoh bilan shug'ullanganliklari, sarkashlik qilganliklari va haq bilan qarshilashganliklari uchun ularga hech bir muhlat berilmasdan, kechiktirilmasdan jazolanishga tegishli bo'ldi. İbn Jarir Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam İbn Abbas radhiyallohu anhumaning yoniga kelib, "Ey İbn Abbas, Alloh taolaning ularga osmonmi, zaminmi yig'ilmadi, ularga muhlatmi berilmadi degan oyatining ma'nosini menga bayon qilib bergan bo'lsang, osmon bilan zamin bir odam uchun yig'lamdi" dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhu, "Ha, yig'laydi. Har bir odamning osmonda darvozasi bo'ladi. U darvozasidan uning rizqi tushib turdi. Amallari bu darvozadan yuqoriga o'rlab turdi. Agar mu'min odam o'lsa, uning osmondagi amali o'rlab turadigan, rizqi tushib turadigan darvozasi etilib qoladi. Shuning bilan osmon uni yo'qitib qo'yganligi uchun uningga hasrat chekib yig'laydi. Zimindagi u namoz o'qiydigan, Alloh taoloni yod etib turadigan joymi uni yo'qitib qo'yganlik uchun uningga hasrat chekib yig'laydi" dedi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Shak shubhisizki Fir'avnning qavmining ziminda qilgan hech bir yaxshi ishi yo'q edi. Ulardan Alloh taologa o'rlaydigan hech bir yaxshilikmi yo'q edi. Shunga ularga osmonmi, zaminmi yig'ilmadi dedi. Avfimu İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mushundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki biz Isroil avlodini xor qilg'uchi azobdan, Fir'avn azobidan qutqizdik. Fir'avn haqiqatan mutakabbir edi, haddidan oshquvchilardan edi. Alloh taolo bu oyatlarda ularga qilgan ashu yaxshilikni tilga elib o'tdi. Chunki u ularni Fir'avnning ahonatidan, xorlishidan, ularni boshqarib, jafoliq amgaklarga silishidan qutqizdi. Fir'avn haqiqatan mutakabbir, zolim va haddidan oshquchi edi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: "Shubhisizki Fir'avn Misr zaminida zo'magarlikda haddidan oshdi. Ular hakovrlik qilib iymondan bosh tortdi. Ular takabbur qavm edi." Ya'ni Fir'avn haddidan oshquchilardan edi. U hamma ishida haddidan oshadi va aqillardan emas edi. Ularni, ya'ni ularning ayni zamonda mushundaq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi:
ular öz zamanidagi kishilar orasidan tanlangan kishilardir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning bunu oyatining ma'nosiga o'xshaydi. Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan tanladim." U g'olib buyuk Alloh taolaning Maryam alayhisalomga aytgan bunu so'ziga o'xshaydi. Ey Maryam, Allah haqiqatan seni zamanındaki bütün cihan ayollaridan ortiq qildi. Yani Maryam öz zamanısidagi bütün cihan ayollaridan ortiq qilindi. Chunki Hadicha radhiyallohu anha fazilat jihatda Maryamdan ortiqdir yoki uning bilan barobardir. Yana Muzahimning qizi Fir'avnning ayoli Asiyamu fazilat jihatda ular bilan o'xshashdir. Aisha radhiyallohu anhaning bütün ayollardan ortiq bo'lgan fazilati bo'lsa, sho'rpaga chilangan nonning boshqa barliq taomlardan ortiq bo'lganiga o'xshaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ularga, ya'ni tafakkur qilg'uvchilarga, ya'ni tafakkur qilib hidoyat topuvchilarga ro'shan sinoq bor nurg'un mo'jizalarni ato qildik. Ya'ni nurg'un dalil paketlarni, darajadan tashqari karomatlarni ato qildik. Bular, ya'ni Quraysh kuffarlari cho'qim aytdi: "Faqat birla qitim o'limiz, qayta terilmaymiz. Agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni terildirib akilib beqinglar." Ular, ya'ni mushriklar kuchlikmi yoki Tubba qavmimi? Ulardan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik. Chunki ular gunohkor edi. Qiyomatni inkor qilguvchilarga berilgan raddiya to'g'risida Alloh taolo bu oyatlarda mushriklarning o'lgandan keyin terilishini va qiyomatni inkor qilganligiga raddiya berdi. Chunki ular faqat mushu dunyoda tirikchilik bor, o'lgandan keyin ne hayotlik, ne terilish, ne qiyomat degan narsa yo'q deyishdi. Ular texi ilgari o'lib ketgan ota-bobolarining qaytib kelmaganligini dalil qilishib, o'lgandan keyin terilish haq bo'lsa, agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni terildirib akilib beqinglar deyishdi. Ularning bu dalili batil va buzuq gumondan iboratdir. Chunki qayt terilish faqat qiyomat kunida bo'ladi. Qiyomatdan burun fani dunyoda bo'lmaydi. Balki bu dunyo butunlay oxirlashgandan keyin Alloh taolo bütün ahli jahonni qaytadan yaratadi. Zalimlarni jahannamga yiqilg'i qiladi. Shu kunda sizlar kishilarga guvohchi bo'lasizlar. Payg'ambar alayhissalom sizlarga guvohchi bo'ladi. Ondan keyingi oyatda Alloh taolo ularga tahdid silib va qo'rqitib, Alloh taolaning o'lgandan keyin terilishni inkor qilgan Tubbaning qavmiga o'xshash mushriklarga tushgan hech qaytirg'ili bo'lmaydigan azobidan ularni ogohlantirdi. Tubba qavmi sabaliklardir. Alloh taolo ularni halok qildi. Yurtlarini xaroblikqa aylantirib etdi. Ularni yurtlarga teri bayron qilib chechib etdi. Bu ahvollar Sura Saba'ning tafsirida bayon qilinib o'tildi. U azab mushriklarning qiyomatni inkor qilganligi uchunla yuz bergan. Alloh taolo bu oyatda Quraysh mushriklarini Tubba qavmiga o'xshatdi. Tubba qavmi bo'lsa Qahton qabilasidan kelib chiqqan arablar edi. Qurayshlar bo'lsa Adnan qabilasidan kelib chiqqan arablar edi. Humayr qabilasimi sabaliklar edi. Ularga kim podshohlik bo'lsa, u Tubba deb atiladi.
ular kim podshoh bo'lsa, u tubba deb atiladi. Bu xuddi Parislarga podshoh bo'lgan kishini Kisra, Rumliqlarga podshoh bo'lgan kishini Qaysar, Misrga podshoh bo'lgan kofirni Fir'aun, Habasistonga podshoh bo'lgan kishini Najoshi deb atab kelganga o'xshaydi. Lekin tarixchilarning birdek qarashicha, tubbalardan biri Yamandan chiqib, yurtlarni kezib toki Samarqandgacha yetib borgan. Uning podshohligi kuchayib, hukmronligi va qo'shini zo'raygan. Mamlakati va yurti kengaygan. Hukmronligi ostidagi kishilar va chorva-mollar ko'paygan ekan. Hira degan joyni shaharga aylantirgan podshoh dal ana shu edi. Tarixchilarning birdek qarashicha, u Madina Munavvardan o'tgan. U vaqt islom kelishdan burungi davr edi. U Madinaliklar bilan urushmoqchi bo'lgan. Madinadagi odamlar uni shaharga kirishdan to'sgan. Kunduzi uningga qarshi jang qilgan. Qorong'u tushganda uni mehmon qilgan. Shuning bilan ulardan xijil bo'lib, urushni to'xtatgan. Uningga Yahudi olimlaridan 2 olim hamroh bo'lgan edi. U 2 Yahudi olim uningga nasihat qilib, uning bu shaharga kirishining mumkin emasligini, u oxir zamonda keladigan bir payg'ambarning hijrat qilib keladigan shahar ekanligini xabar qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Shuning bilan u podshoh Madinadan qaytib ketgan. U 2 olimni o'zi bilan birga elib Yamanga ketgan. U Makkadan o'tib ketayotganda Ka'bani o'rib o'tmoqchi bo'lgan. U 2 olim uni undaq qilishdan to'sgan. Uningga bu uyning kattaligini, u Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhisalom sog'an Alloh taolaning uyi ekanligini, u uyning oxir zamonda avatilgan ilk payg'ambar alayhisalomning qo'li bilan katta shon sharafga ega bo'ladiganligini tushundirgan. Shuning bilan podshoh u uyni hurmatlagan. Uni tavob qilgan. Uningga Yamanda to'qilgan chiroyli kashtilangan yopiq yapgan. Ondan u Yamanga qaytib kelgan. Yamanliklarni o'zi bilan birga Yahudi diniga kirishga chaqirgan. Shu vaqtda Yahudi dini yer yuzida Musa alayhisalomning dini bo'lib, Isa alayhisalom payg'ambar qilib avatilishdan ilgari u diniga kirgan kishi hidoyat ustida bo'lgan bo'ladi. Shuning bilan Yamanliklarning hammasi podshoh bilan umumyuzlik Yahudi diniga kirgan. Abdurrazzaq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qubba payg'ambarmi yoki payg'ambar emasmi, buni uqmayman. Abdurrazzaq yana Tamim ibn Abdurrahmandan Ato ibn Abu Rabahning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Qubbani tillamanglar. Payg'ambar alayhisalom haqiqatan uni tillashni to'sgan. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Duxon tafsiridan 37-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.